Demak, ovoz va ekran hammasi joyidami? Ovoz va ekran. Ovoz va ekran ko'rinmoqdami? Hammasi joyidami? Okey. Demak, boshlasak ham bo'ladi. Assalomu alaykum everyone, yana bir bor xush kelibsizlar Shirinboyev Study Block Akademiyasiga. Bugun sizlar bilan yangi writing format haqida gaplashamiz va qanday qilib bu writingni oshirish uchun ideyalar berib o'taman. Jumladan har biri uchun qolip va sample ham yozib beraman. For writing you should improve your grammar and vocabulary. Ya'ni writing yozish uchun siz o'zingizning grammatikangiz va lug'atingizni oshirishingiz kerak. Yo'qsa foydasiz. Men sizlarga shunday qoliplar va samplelar o'rgatay, sizning yozgan xat va esayingiz a'lo darajada bo'lsin. Task 1.1 ya'ni do'st uchun, ya'ni bizga berilgan narsa uchun reaksiya bildirish uchun yozadigan birinchi xatimiz. Demak, format uchun multi-level writingni doimiy, ya'ni bugun eskirib qolgan versiyasida ikkita task bo'lgan, task 1 va task 2. Yangilangan versiyasida esa bular part 1 va part 2 ga o'zgargan. Aslida ko'ringanidek ikkita part. Bu ikkita vazifa emas. Endi menda qilishim kerak bo'lgan 3 ta vazifa bor. Jumladan part 1 da task 1.1 va task 1.2 va alohida yaxlit part 2 ga o'zgardi. Va bunda hammani xabari bor. Bunga ancha bo'ldi. Endi ma'lumot sifatida yana bir jihatdan berib o'tib ketmoqdaman sizlar uchun. Bitta jihat bor. Shu yerda baribir ham writing uchun maksimal 75 ball. Aytilishicha, part 1 uchun part 1 B1 darajada, part 2 B2 darajada va part 2 esa C1 darajada ekan. Mening shaxsiy hisob-kitoblarimga ko'ra, ya'ni matematikamga tayangan holda men mana buni taqsimlab bo'lib chiqdim. Bunda bizlar uchun hozir bir daqiqa, menimcha texnik nosozlik bo'lganga o'xshaydi. Okey. Xo'p. O'zimning hisob-kitoblarimga tayangan holda part 1 sizga 12,5 ballni, part 1.2 esa 25 ballni sizga beradi va part 2 esa 37,5 ballni beradi. Endi eng oxirgisi, demak, buni darajaga bo'lganda ham xuddi mana shu ballni sizlarga berishi aniq. Task 1 part 1 ga o'zgardi va ikki qismga bo'linib ketdi. Lekin vazifa hali ham xat yozish. Ammo misol uchun bu mana shunday bo'lyapti. Demak, misol uchun kimdan misol oladigan bo'lsak, Anvar Anvar o'ldi, lekin uning nomi haligacha turibdi. Misol uchun oila a'zolarining qalbida turadi, qalbida turibdi. Xuddi mana shunday bo'lyapti. Endi o'lim haqida ketmasin, boshqa misol chiqmay qoldi. Ammo ikkala formatda ham informal va formalda, ya'ni informal degani norasmiy, formal rasmiyda yozish kerak. Lekin avvalgi task 1 kabi endi menda bitta xat savol uchun 3 ta bullet point yo'q. Nima bor? SMS xabar bor. Yangilangan part 1 da menga kelgan ma'lum bir holat yoki vaziyatga nisbatan reaksiya bildiraman. O'z fikrimni yozib yuboraman. Bitta yaxlit qilib, ammo ikki kishiga bitta mavzu bo'yicha. Ya'ni bittasi friendga, do'stga, keyingisi menejer yoki o'sha direktorga o'xshagan xodimlarga. Bu yangi part 1 eskisiga qaraganda birozgina murakkabroqligini ko'rsatadi, agar siz o'qimaydigan bo'lsangiz. Demak, mana task 1.1 uchun bizda bor kirish qismlar va nimalar yozish kerakliklari bor.
Demak, mana shuni shunday copy qilamiz. Saqlab, mana shuni shunday kanalga ham ulashib qo'yamiz o'z o'rnida. Bu uchun. Xo'p. Oxirgisi boshda salutation, ya'ni yaxshi kutib olish, sizga berilgan ma'lumotni, ya'ni savolni yaxshi kutib olish. Such as, misol uchun that including dear Behruz yoki yozayotgan do'stingizni ismini yozasiz. Men bu yerga o'zimni ismimni qo'yib qo'ydim. Siz qo'yishingiz mumkin do'stingizni ismini dear Anvar yoki dear Bahodir, shunga o'xshagan. Introduction bitta gap bilan berasiz. Va mana shu there is something I wanted to let you know mustaqil fikr qo'shib bitasiz. Bu yerda nimadirki men senga aytishni xohlaganim desangiz, ya'ni bu sizni oshirib beradi. 12,5 ballni hech bo'lmaganda 1,5 ballni ishlashga bu ham o'z o'rnida hissasini qo'shadi. Ya'ni sizlar yozasizlarki, xuddi qotib qolgan holda, misol uchun qanday desam bo'ladi? Hi Davron, I'm writing to hokazo qilib yozishdan ko'ra boshlang'ichga mana shu there is something I wanted to let you know mustaqil fikrda qo'shib ketsangiz bo'ladi. Let you know the Green Space Club yoki the club o'shanday qilib qo'shib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun qanday desak bo'ladi? Let you know mana hozir bo'sh joydan keyin yozib ko'rsataman. Fikrlar jamlanmasi 3-chisiga qisqa va aniq bo'lsin. Taxminan 40-50 ta so'z. 50 tadan oshsa ham, unchalik oshsa sizdan ballni ayirishadi degan gap bor. Men imtihonga kirib chiqqan bo'lsam, где-то 50 taga yetkazmagandim. Men 48 taga yetkazib yozib chiqqandim do'stimga. Oxirgisi yopilishi. I look forward to your response. Men sening javobingni ya'ni intizorlik bilan, hayajon bilan kutib qolaman. Oxirida belgi nimadir? Take care, o'zingni asra, shunday qol va hokazo. Oxirida ismni yozish esdan chiqmasin. Keyingisi uchun ko'radigan bo'lsak, task 1.2. Mana shu men sizlarga misol uchun hozir jadval sifatida o'rgatayotgan narsam o'z o'rnida yordam beradi. Mana bu yerda unda ham birinchisida salutation yaxshi kutib olish. Dear Mr. Jian Sins, ya'ni hindcha ism qo'yganim, Jiani o'zbekcha, Sinsi hindcha. Ana shunday qo'ysangiz sizga yordam beradi. Mana Krishna. Mana bu Krishna bo'lishi kerak. Kirishga bitta gap bersangiz, the reason why I am writing to you is that sababki men senga yozayotgan narsam shunday desangiz bo'ladi. Bitta alohida paragraf berasiz, 2-3 talik gap. Qisqa, ma'noli, mazmunli. Yana bitta alohida paragraf, 2-3 talik gap. Bu ham ma'noli. Demak, bittasi advantage, bittasi disadvantage, ya'ni o'sha qanday bir o'zingizda qanday suggestiyalar bor, o'shalarda berishingiz kerak. Oxirida bu ham yopilish qismi. Thank you advance for your response. Belgi your sincerely yoki your faithfully mana bu yerdan qo'shib qo'ysak bo'ladi. Oxirida ham ismingizni qo'yasiz. Va demak, shunday ravishda davom etasiz. Va men buni ham shunday qilamandagi bu yerda kanalga ulashib qo'yaman, boshqalar uchun ham. 1 daqiqa. Videosini ham tashlaysizmi? Albatta. Hozirgi ekran yozuvini ham albatta darsning oxirida tashlab boramiz. Bu PDF varianti ham tashlab boriladi. Agar kimdir yoqsa, men bu kitobni ham o'zi uchun chiqarib olsa bemalol bo'ladi. Keyingisi part 2, ya'ni task 2. Introduction, mavzuni kiriting, o'z pozitsiyangizda ayting. Opinion, fikrlaringizni shunday yoritib bering. Body paragraph, bittasiga argument, reason, example. Ikkinchisiga
o'shanday argument, reason, example. Misol va sabablar bilan topib berishingiz kerak. Mana shuni. Body paragraph 3da esa qarshi fikr, counter argument, rad etish. Conclusion, xulosani yozing. Fikringizni yana bir bor ta'kidlang. Foydali strukturalar va jumlalar, mana shularni paraphrasing oxiriga ham ishlatsangiz bo'ladi. Bodylarga ham. Demak, nowadays people often debate whether hozirgi kunlarda odamlar ko'pincha shunday it's often believed that u ko'pincha shunday ishonilib turadi. Many people argue that bunga ko'p odamlar qo'shilmaydi, ya'ni qarshi chiqishadi. Any important reason is that muhim sabab shuki, misol uchun this means that bu bunday anglatadiki, buni anglatadiki one main advantage is bitta asosiy bosh ya'ni afzallik buki, boshqa bir tarafdan some people argue that however I believe, mana bu yerga mustaqil fikrni yozasiz. Mana shu siz berayotgan o'zingiz yozib borayotgan narsangizda some people argue that however I believe, mana bu yerga ham fikr emas, fikr berasiz. Xulosa qilganda foydali so'zlar advantages, disadvantages, beneficial, essential, crucial. Demak, mana bu essential bu bir-biriga sinonim bo'lar ekan. Imkoniyat o'sha mana shular solishtirib aytganda har bir paragrafga vaqt ajrating. Hatto qisqa bo'lsa ham. Linking words, bog'lovchilar ko'p ishlating. However, therefore, moreover, as a result, on the other hand va hokazolarni ham ishlating. So'zlarni takrorlamang. Masalan, good o'rniga beneficial, useful, effective ishlating. Ohangni moslashtiring. Mana. Task 1 informal, friendly, do'stona. Task 1.2 formal, seriously. Demak, jiddiy ravishda. Part 2 neutral, academic, argumental. Maqsadga erishmoqchimisiz? Unda o'qishda davom eting. Demak, mana buni ham tashlab boramiz. Bir daqiqa. Hozir men sizlarga shunday samplarimni ham shunday ko'rsatayinki, toki bizning darsimiz juda ajoyib bo'lsin. Men sizlarga shunday va'da berib ayta olamanki, bugungi darsimiz sizning bir umr yodingizda qoladi. Demak, endi bilib oldik va bizda men o'zim yozib chiqqan mana shu xat va essay bo'yicha ko'ramiz endi. Va sizlar bilan ham bitta yozamiz. Bitta part 2 qiyin-ku, part 2 qiyin bo'lgani uchun bitta yozamiz sizlar bilan albatta. Salom ChatGPT, men hozirgina eshitdim, bizning o'sha sayohatimiz qoldirilibdi, chunki o'sha transport bilan bo'lgan muammolar tufayli bizning men hozirgina eshitdim, o'sha transport bilan bo'lgan hodisalar tufayli bizning sayohatimiz qoldirilibdi. Bu nimasi? Men buni intizorlik bilan, hayajon bilan kutayotgan edim. Biroq bo'lishi mumkin. Biroq mayliga. Biz nimanidir kulgili, qiziqarli nimanidir rejalashtira olamiz. Demak, vaqtdan tashqarida yoki bir kichik tadbircha, do'stlar bilan birgalikda kichik tadbircha ham organizer tashkillashtira olamiz. Mayliga biz ulardan yana reschedule, yana uni qayta rejalashtirishini, keyingi haftaga rejalashtirishini so'rab qolishimiz mumkin. Anyway, text me when you are free. Qachonki ya'ni bekorchi vaqtingda menga xatingga yoz, sening o'zingning fikringni yoz. Xo'p. Bu partiyaga texnik nosozlik bilan mana o'rtaga chiqib qolibdi. Bizniki mana bundan topib olsak bo'ladi. Va bizda mana task 1.2. Demak, mana ChatGPT uchun
yozilganda bir tushunib oldingizmi? Tarjimada biroz qo'pollik bo'lsa ham tushunib oldingizmi? Bitta hamma tushunib oldimi bu? Misol uchun hozirgina yozganimizni. Demak, hamma tushunib olgan bo'lsa, davom etaveramiz biz dальше oldinga. Demak, o'sha maktab sayohatchi klubiga xabaringni yoz, deyapti. Aytki, sen nimani bu qoldirish haqida qanday his qilding? O'zingga qanday passion, ya'ni hissiyotni o'tkazding va yoritib ber. Sen pulingni qaytarib olishni xohlaysanmi yoki yangi reschedule, ya'ni taklif yanada qayta sayohatni qilishni xohlaysanmi? Sayohat qilishni o'sha qayergadir bo'lgan qoldirilgan sayohatni yana qayta rejalashtirishni xohlaysanmi va taklif yangi g'oyalar ber kelajakdagi sayohat uchun. Demak, 1 daqiqa. Okey, demak, davom etamiz. Dear School Travel Club. Demak, aziz maktab sayohat klubi. Men bu bizning sayohat, ya'ni Samarqandga bo'lgan sayohatimiz qoldirilganini eshitgan vaqtimda onimda men biroz xafa bo'lgan edim. Disappointed, ya'ni xafa bo'lgan edim. Tak, garchi men transport bilan bo'lgan bog'liq muammolarni to'liq tushunsamda, birinchi o'rinda turishini va to'liq tushunishimni bilsamda, ammo bizlar hammamiz bu boshdan kechirgan bu sayohatni intizorlik bilan kutayotgan edik. Shaxsan men buyurnamiz. Personally, I would prefer to reschedule the trip rather than receive a refund. Refund degani men bu yerda pulni qaytarib olmoq degan o'rnida kelmoqda. Xo'p. Demak, shaxsan men afzal deb bilaman, ya'ni yangi sayohatni rejalashtirishga qaraganda, ya'ni pulni qaytarib olishimga qaraganda. Chunki men ishonamanki, bu haligacha ajoyib imkoniyat bo'lgani uchun. Demak, okey, demak, hozir once transfer problems in progress. Demak, bu deyilmoqdaki, transport muammolari yaxshilanadi. Agar qilib bo'lsa, imkoni bo'lsa. Demak, mana please consider arranging it for the following weekend or any other convenient date. Iloji bo'lsa, agar mana shu sayohatimizni shu kelayotgan hafta oxiriga yoki boshqa belgilangan sanaga rejalashtirishni juda xohlayman, ya'ni xohlab qolaman. Qo'shimcha qilib aytganda, I would like to suggest organizing a spring Samarkand trip in the future. Qo'shimcha qilib aytganda, men sizga maslahat berishni xohlayman, ya'ni bahorgi Samarqandga bo'lgan, kelajakdagi bahorgi Samarqandga bo'lgan sayohatimizni qayta rejalashtirishni men sizlarga taklif qilib qolaman. Negaki, bu manzara ajoyib bo'ladi va transport ham juda barqaror bo'ladi. Ya'ni yaxshilanadi demoqda. Men sening vaqtingni qadrlayman va sen o'ylaymanki, sen mening o'sha takliflarimni inobatga olasan. Men sening intizorlik bilan sening o'ylaringda mana shularga bo'lgan, mana shu muammolarga bo'lgan o'ylaringni eshitishni intizorlik bilan kutaman. Hayajon ila kutib qolaman demoqda. Demak, 1 daqiqa.
Personal so'zi qanday ma'noga ega? Personal so'zi shaxsan, o'zligimcha shaxsan mana shu o'rinda keladi. Demak, bu yerda bizda hozir muhim so'zlarni bitta yozib olamiz va men bu yerda mana muhim so'zlarni men birinchi hozir belgilab olaman va demak davom etamiz. Mana shuni ham to'liq aytingda sizlar ham ishlasangiz bo'ladi. Bu sizlarga yordam beradi. Demak, men bu yerda bu ham bizlar uchun hozircha ajoyib. Mana buni o'zi ham bizlar uchun ajoyib bo'lar ekan. Hozir hammasi belgilaganlarimni xohlasalaringiz bir yozib olishingiz mumkin. Demak, qaysidirki managa tushib qolganda bemalol o'ylanmay, to'xta, men buni yodlagan edim, shundan o'rgangan edim deb bemalol yozib olishingiz mumkin. Mana mana shu personaldan bitta belgilab olamiz. Yana qo'shimcha qilganda bu mana bu ham o'z o'rnida foydali. Demak, davom etamiz. Men bu yerda bitta yozadigan bo'lsak, qayta tashkillashtirmoq, qayta tiklamoq. I completely understand. Demak, hozir mana shunday guruhga uzatib qo'ysam, keyin men bular bilan aniqlamiz. Hozir biroz vaqtni olmaylik. Demak, bo'lishi mumkin, kimdadir vaqt kam, kimdadir ko'p. Demak, buni ham ulashib olganimizdan keyin, demak, keyingisiga misol uchun hozir sizlar bilan ham bitta yozamiz. Endi mana buni ham men o'zim yozganimda ham misol uchun hozir sizlarga aytadigan bo'lsam, men bu men yozgan hammasi to'liq qilganda sion darajaga ega. Sizlar ham men belgilab o'tgan narsalarni yozib o'zlaringizga qo'llasalaringiz, sizlarga ham bemalol ko'tarilib boradi. Demak, biz boshladik. Bizga berilar ekan imtihonda ham menga mana bu tushganda va kirganimda tushganda, is social media useful or harmful for students? Demak, studentlar uchun ijtimoiy tarmoqlar foydalimi yoki zararli degan topik tushgan. Demak, biz boshladik. Men birdan
o'qib birdan belgilab o'tib ketaman. Va siz kerak bo'ladi yozib olsangiz, men agar qaysini belgilaydigan bo'lsam, qaysi gapni attaki men hozir bitta tushuntiraman. Men bu yerda boshqa rangga o'zgartiradigan bo'lsak, mana men buni misol uchun mana yerda o'zgartirasizlar. Misol uchun the role of ning hayotdagi ta'siri, ahamiyati. Mana shunday qilasizlar. Demak, bitta fishka qilamiz hozir. Mana har biriga bitta o'rnida qo'yib ketaman. Misol uchun mana nowadays many people are discussing the role of. Hozirgi kunlarda juda ko'pchilik odamlar ning rolini, ning ahamiyatini qilmoqda, suhbatlashmoqda, bahslashmoqda. Mana shu yerda o'zingizni opinioningizni qo'yib ketasiz. Demak, men social media haqida yozganim uchun social mediani qo'yganman. Va demak, and it has become an important part of students' daily life. Demak, men bu yerda o'zingizga mos bo'lgan, misol uchun xohlang studentlarnikini, xohlang people'nikini qo'yishingiz mumkin, bemalol. Demak, mana bu o'z joyida qoladi, mana o'zgaradi. Agar mana atak mastoygacha qo'yib ketayotganim sizlarga bitta tushunarli bo'lsin, mana shularni yozib olasizmi? Demak, men bu yergacha nowadays many people are discussing the role of shu joyni yozib, boshqa bir paraphrasing topikka qo'ysangiz bemalol bo'ladi. Va keyin social mediani olmaysiz, demak, men bir ikkita joyini boshqa rangda qilamiz. Bu joylarni olmaysiz, demak, bir xil rang tanlasak, mana shu ranglarni qilib ketaman. Bu joylarni olmaysiz, qolgan joylarni to'liq ko'chirib olasizlar. Kelishdik. Demak, bu topikni o'ziga mos tushadigan bo'lishi kerak-da. Mana bu yerda ham olganimni ko'chirmaysiz, qolgan joylarni ko'chirasizlar. Demak, bo'l, bu yoqda qo'y. Demak, men bu qizildagilarni ko'chirmaysizlar, qolganini ko'chirib paraphrasing uchun ishlatasizlar. Demak, hozir tarjimasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Nowadays many people are discussing the role of social media and it has become an important part of students' daily life. This is mainly because it influences the way they get study and even relax. In this blog post, I will share my opinion about that argument and explain why I believe, because it has both benefits and drawbacks for young people. Demak, hozirgi kunlarda ko'pchilik odamlar ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyatini bahslashmoqda va bu muhim studentlarning kundalik hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lib qolgan. Bu demak, bu asosiy muammo, chunki bu yo'l orqali ta'sir o'tkazadi. Bu yo'l orqali u ta'sir o'tkazadi, o'z ta'sirini o'tkazadi. Ular suhbat qura oladi, o'qiy oladi va hatto dam ham ola oladi. Bu blog postda men o'zimning xulosamni, ya'ni fikrimni bu argument muammo bo'yicha ulashaman va yoritib beraman. Nimagaki men ishonayotganim sababi shuki, unda ikkala foyda va zararlari bor yoshgina odamlar uchun. Demak, on the one hand, bir tarafdan social, misol uchun men bu yerda social platforms bo'lishi kerak. Social platforms can be useful students for learning new skills, reading so many books, and even taking a relaxation. Demak, bir tarafdan ijtimoiy tarmoqlar foydali bo'la oladi. Studentlarga foydali bo'la oladi. Ular ilm olish uchun va yangi mahoratlarni
rivojlantirish uchun, ko'pgina kitoblarni o'qish uchun va hatto dam ham olish uchun. Bu yomon muammo. Social media has a lot of advantages to learn them. Ularni o'rganish uchun social mediada, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p afzalliklar bor. Birinchidan, by social media you can learn education such as YouTube, Telegram and hokazo. Demak, social media orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali sen ta'lim o'rgana olasan. Jumladan YouTube, Telegram va hokazo platformalardan. On these platforms degan. Platforms have few professional teachers like Teacher Azam, Teacher Jawahar and Teacher Behruz. Bu platformalarda misol uchun birozgina professional o'qituvchilar bor. Jumladan Teacher Azamdek, Teacher Jawahardek va Teacher Behruzdek. Garchi men unchalik yaxshi bo'lmasam-da, demak, bunda ham bormiz. In every way, social platforms are beneficial for studying so many subjects such as English language, history, Russian language and literature by online teachers. Demak, har bir tomondan social platformalar juda foydali. O'qish uchun juda ko'p subject, ya'ni maktabda, ya'ni fanlarni o'qish uchun, jumladan ingliz tili, tarix, rus tili va adabiyotni onlayn ustozlar tomonidan. Demak, on the another hand, boshqa bir tarafdan social media influence on our visual ability. Boshqa bir tarafdan ijtimoiy tarmoqlar bizning ko'rish qobiliyatimizga zarar yetkazadi, ta'sir o'tkazadi. Qaysiki scrolling out of time. Qaysiki juda ko'p vaqtni sarflash o'sha social platformalarda juda ko'p vaqtlarni sarflash orqali, demak, bizning ko'zimizga zarar yetkazar ekan. Bu platformalar, ya'ni bu ilovalar can change your mind forever. Sizning dunyo qarashingizni umrbodga o'zgartira oladi. Lekin men demak, afzal deb bilaman social media. Demak, men bu yerda biroz chalkamlik ketgan ekan. Demak, bu yerda men bunday bo'lmaydi. Social media too bo'lmaydi. Demak, social media is nima desak bo'ladi? Is great. Great, useful. Biroz chekada o'ynab tursin, demak. Great for learning. Demak, men bu yerda gapimiz ham tayyor. Demak, oxirida men afzal deb bilaman social media ajoyib o'rganish uchun. Xulosa qilib aytganda, har bitta muammoning o'ziga yarasha qarashlari, ya'ni o'ziga yarasha fikrlari bor. Bu dalilni yoritib berganimdan keyin bu mana shunday aytila oladiki, social media juda foydali studentlarga o'rganish uchun, o'rganishligi uchun, communicating o'rganishi uchun, suhbat qurish uchun va dam olish uchun. It can offer an online ta'limni taklif qila oladi. Bundan tashqari, it may be harmful for their vision ability by scrolling more time in social media. Demak, juda ko'p scrolling, ya'ni juda ko'p Instagramga o'xshagan ilovalarda o'tirish orqali u bizning ya'ni ko'rish qobiliyatimizga ta'sir o'tkazishi mumkin ekan. Demak, hozir conclusionda ham beramiz. Demak, qoraga olganlarimni demak yozasizlar bunda. Demak, men bu yerni bitta yozib olasizlar.
Demak, nima olib kelishligini aytgan offer bilan bersalaringiz ham ajoyib chiqadi va mana bu joyini ham bersangiz bo'ladi. Demak, bunda qora yozuvlarni ko'chirib olasizlar. Xo'p, do'stlar. Demak, hozir darsimiz tushunarli bo'lmoqdami? Davom etamizmi? Davom etamizmi? Yana bitta sample ko'rish uchun. Bu safar sizlar bilan to'liq yozamiz. O'z fikringizni yozib qoldiringchi. Sabab fikringiz bizlar uchun juda muhim. Tushunarli. Demak, davom etar ekanmiz. Xo'p, do'stlar, davom etsak, davom etamiz. Hozir men bu yerdan bitta page qo'shib olamiz. Past. Uzr. Part 2. Demak, hozir bir daqiqa men bitta nuni topib olayin. Xo'p. Bunga yozar ekanmiz. Bu menda misol uchun ustozim olgan payt o'shanda tushib qolgandi. Bo'lmasa boshqa joyda tushib qolmagan. Real examda tushmagan, lekin ustozim aniq qilganda ustozim aytgandiki, bu adashmasam maydami o'sha paytlari, yo aprelmi, shu paytlari tushgan, sen ham bitta ko'rib ol deb menga yozdirgan edi. Demak, sizlar bilan hozir yozamiz. But maybe bu takrorlanib qolsa ajab emas. Sabab bu sample'ni ko'rganlaringizdan keyin sizlar bemalol nima desa bo'ladi? Sizlar bemalol yozib olasizlar. Sizlarga sabab hech qanday nima bo'lmaydi-da. Nima deydi? Qiyinchilik tug'dirmaydi. Do'chan qo'yib qo'ysak. Xo'p, demak, bu muammo bo'layapti-ku, koinotni zabt etish, koinotni o'rganish juda qimmatga tushadi va bu pul should be spent on more important things. Demak, koinotni o'rganishga qaraganda pul muhim narsalarga sarflanishi kerak demoqda. Okey. Demak, mana sizlarga misol uchun ideal qolib berdim-da, men hozir mana sizlarga. Nowadays many people are discussing the role of. Demak, men bu Qur'onni qilinganlarni qo'yib olsak bo'ladi, biz bemalol, bu muammo emas. Bitta yozing, ikkita yozing deyilmaydi hech kim. Demak, qo'yib olsak bo'ladi. Demak, topikdan biz tushunib oldik va o'zimizning opinionimizni berishimiz kerak. Let's go. Demak, nimaga bu yerga communicating deb qo'ymayapman, discussing qo'yapman degan ikkalasi ham bir, ammo ko'pincha formalda discussing ko'pincha ma'qulroq. Of space exploration.
and some people are. Demak, bu yerda stronging uncha kelmasa, fully'ni qo'llaymiz. Arguing that is tek hozir g'oya o'ylab oladigan bo'lsak, coin haqida qanday bor? Demak, discovering yo'q. Demak, bu yerda the article bilan bersak, yaxshiroq chiqadi. Balki o'sha koinotimiz bo'ladi. Yo'q. Demak, very bilan beramiz. Yo'q. Demak, mayli very bilan bersak bo'ladi. Mana bu yerda nuqta beramiz. Keyin gapimizni birdan bog'lab ketamiz. Government, hukumat. Demak, bu yerda bitta o'rniga out bilan beradigan bo'lsak, bu bizga juda katta yordam beradi. Negaki, buning darajasi yuqoriroq. Unga qaraganda, shutga qaraganda. Spend. Demak, spend bilan bo'ladi. Spend more. Demak, staff qachon sanaladi, qachon sanalmaydi. Staff, ya'ni narsa bo'lib kelganda sanaladi, xodim bo'lib kelganda qilmaydi unchalik. Demak, yozib ketaveramiz, ketaveraman dedi-yu. Exploring Cosmos. Demak, har birini ishi debman. Gapimiz bu qoloq bo'lib qolmasligi uchun. That learning. Demak, qanday qilib yozish kerak? Demak, boshda ham menda biroz kamchiliklar bo'lgan. Mana shuni yozishda men soatlab mashq qilganman o'z ustimda. Keyin nima? Demak, hard work o'z natijasini beradi. Bermasam qo'ymaydi demak. Biroz ko'pgina bo'lib ketyapti, lekin farqi yo'q. Biz buni paraphrasing qilib olishimiz kerak. Men sizlarga shunday qilayki, bu band 7 bo'lsin. Band 7 plus bo'lsin va sizlar ham shod, xursand bo'lingizlar, do'stlar. Aslini olib qaraganda, bizning kanal juda foydali, biroq bizni qo'llab-quvvatlovchi insonlar kam. Mayli. Kam bo'lsin, ammo sifatli bo'lsin. Songa emas, sifatga e'tibor bersak, mana o'shanda o'zgarish bo'ladi deb o'ylayman.
Demak, mana yozib ham oldik. Mana bu paraphrasing kirish qismini yozib ham oldik. Hozirgi kunlarda ko'pchilik odamlar ya'ni koinot exploration, koinotni o'rganish haqida, koinotni o'rganishning ahamiyati haqida suhbat qurishmoqda. Va ba'zi odamlar to'liq ya'ni qarshi chiqmoqdaki, ya'ni koinotni o'rganish, yoritib berish u juda qimmat va bu hukumat pulni ya'ni kerakli narsalarga, muhim narsalarga sarflash kerak, koinotni o'rganishga qaraganda, o'rganishning o'rniga. Lekin men to'liq ishonamanki, bunga ishonamanki, demak, koinotni zabt etish u foydali o'z bizning ta'limga. Bu asosli, chunki bu yo'l orqali studentlarga ta'sir o'tkazadi. Studentlar bu koinotni o'rgana oladi va hatto ular bunga qiziqish uyg'otishlari ham mumkin. Hozir men o'zimning xulosamni bu muammo haqida uzatib beraman. Demak, body 1. Demak, mana bu yerda sizlar ham bilyapsizlar, bu o'zi intro qo'ying, introduction-da bu intro. Demak, biz hozir by bilan boshlaymiz. By bering. Ya'ni koinotlarni bo'lyapti, demak bizda ko'p taksi education. Menimcha bu narsa ko'p manbalarda bo'lsa kerak. Misol uchun ingliz so'zlarni birinchi miyada o'zbekcha o'qib olish. Misol uchun education, increased. Misol uchun menda bo'ladi. Increased. Demak, space yuqorida berganimiz uchun place beramiz. Those places in Okey. Demak, men bu yerda aytmoqda, shu koinotlarni o'rganish orqali bu ta'lim rivojlanishi, ya'ni ko'tarilishi mumkin va biz ko'ra olamiz. Ya'ni odam qo'li yetmagan, ya'ni odam qo'li bilan ko'rmagan joylarni biz ko'ra olamiz koinotda. Hali bu oldinda, demak, endi biz ko'rgandan keyin demak odam bolasi ko'rgan bo'ladi, do'stlar. O'shaning uchun bu yerda anavi ham ko'pincha rol o'ynaydi sizlarda. Demak, ko'pincha vocabulary yetishmasligidan ham qiynalasizlar. Demak, bu qiynalmaslik uchun ko'pincha men o'ylayman, vocabularyni rivojlantirish kerak deb o'ylayman-da. Chunki agar vocabularyni rivojlantirmasak, bizda hammasi rasvo va orqaga ketishi mumkin-da, do'stlar. Xo'p. Demak, boshqa bir tarafdan aytadigan bo'lsak, hammasi o'zgaradi. Which depends on degani ko'pchilik bilsa kerak. Bu anavi degani ga bog'liq. Broad demak broadcasting. Tele ko'rsatuvlar va
hokazo narsalar. O'zi ob-havo hayot kerak emas bizga. Hayot kerak. Forecasting. Demak, and shuningdek, nima deydi? Xo'p, biz hozir bunda har bir tarafdan kuchli beryapmiz-da hozir. Misol uchun bodylarni ham bemalol hammasini yoritib bermoqdamiz-da. Yo'q, a lot of qo'shmak, many'ni qo'shsak, demak, gapimiz qisqa bo'ladi-yu, biroq bir ikkita so'z bilan odam boyib qolmaydi deydi-ku, ikki so'm bilan degandek. Demak, mana bu yerga bog'liqda, misol zamonida whichdan keyin present simple keladi, uchinchi shaxs. Demak, bu yerda agar o'shanday kelsa, birlik kelsa, demak, bu yerda lead bo'ladi. Which lead bu yerda bizda grammatika juda bog'liq do'stlar. The development of crucial materials. Bu crucial degan juda muhim deganida. Materials that offer us the protection. Demak, bu o'sha o'rganish orqali nima beriladi? Protection of heat bo'ladi. Ya'ni isib ketdi. Misol uchun, koinotda o'rgansangiz, demak, xavflarga ko'rib olasiz-da. Demak, misol uchun bizlarda yoz juda issiq keladi-yu, xuddi Rossiyada qish juda qattiq kelgandek, shunday. Demak, additionally qo'shimcha qilib aytganda, space exploration. Xo'p, demak, foydali ekan. Hozir bir daqiqa. Undan avval kanalimiz davom etamizmi degan gaplar ham bor. Xo'p, demak, bizlarni kimlar kuzatmoqda? Xo'p, demak, davom etar ekanmiz. Okay, beneficial badivanni berdik. Xo'p, do'stlar, demak, badivanni ham tarjima qilib olamiz. By discovering species, the education may be increased and we can see untouched places in university. Demak, koinotni o'rganish orqali, zabt etish orqali bu ta'lim rivojlanishi mumkin va biz ko'ra olamizki, odam qo'li yetmagan, koinotdagi odam qo'li yetmagan joylarni zabt eta olamiz. Bundan tashqari, bu koinot bu eng ajoyib kalit ta'limni rivojlantirishga va bizning texnologiyani ham rivojlantirishga. Qaysiki biz bog'liqmiz, ya'ni bog'liq broadcasting and forecasting, ya'ni ob-havo bilan bo'lgan analarga, ya'ni ob-havo bilan bo'lgan xabarlarga bog'liq bo'lgan texnologiyalarni rivojlantirish mumkin va shuningdek bu koinot tadqiqotida o'ziga yarasha juda ko'p imkoniyatlari bor, qaysiki sabab bo'ladi juda ko'p, ya'ni muhim materiallarni rivojlantirishigaki bizga imkoniyatlar olib keladigan, ya'ni
issiqdan saqlanib qolish va yesa bo'ladigan ovqat zaxiralarini saqlab qolish. Qo'shimcha qilib aytganda, bu space ya'ni koinot, kerakchisi, koinotni o'rganish juda foydali. Demak, yana qo'shib baditsu endi. Baditsu. Yo'q, demak, bu yerda bundan bermaylik. Ondan berak, bilan bersak, gapimiz ravon chiqadi. Sababi biz gap ravon chiqishi uchun harakat qilmoqdamiz. Xo'p. Hozir men bu yerda boshqa bir tarafdan koinotni o'rganish juda ko'p vaqt olishi mumkin va shu bilan birga juda ko'p pulni ham oladi bu zabt etish uchun. Demak, mana bu yaqin sababki u negaki nimaga anaviligi uchun, ya'ni qiyinligi uchun bo'lgan bo'lsak, yo'q, demak, men bu yerda additionally bilan berak, qo'shimcha qilib aytganda. Demak, yuqorida autsoni berganimizdan keyin men bu yerda variantimiz should bilan qolar ekan. Vital degani muhim degani. Like sog'liqni saqlash, gaz, instead of learning yo'q, demak, men buni outer, ya'ni koinot, outer space. Okey. Xo'p. Mana bu yerda biz qo'shiladigan tarafimizni berib ketishimiz kerak-da, do'stlar. Misol uchun, men shaxsan bunga qo'shilaman. Demak, bu yerda O'zbekistonda ana bo'lmagani bilan, koinotda o'zgarish bo'lmagani bilan, Amerikada NASA bor. Bu koinotda o'rganadi va bizga xabarlar jo'natib turadiki, biz xabar bo'lib turamiz. Undan tashqari, Elon Musk qo'shgan, demak, hozir shu bilan birga bitta struktura ham o'rgataman. Bu
narxisi bu ikki turga bo'linadi. Bittasi noqonuniy, bittasi ya'ni noqonuniy deganimiz nima u? Writingda ishlatib bo'lmaydi, speakingda yozsa bo'ladi. O'shaning uchun o'shani ham o'rgatib ketaman. Keyin shu bilan birga shuni o'rganib ketsak ham bo'ladi. Va men bu yerda mana shuni user benefits of demak, mavzumiz bog'liq bo'lgani uchun bir ikkita so'zlar qaytib qoldi. Shuning uchun hech nima qilmasak kerak. Elon mod demak, mana shu bilan bu baditsu ham tugadi. Misol uchun bu disadvantages bo'ldi. Boshqa bir tarafdan o'sha koinot o'rganish juda ko'p vaqt va juda ko'p moliy pul oladi. O'zini zabt etish uchun, mana nima uchunki bu juda qiyin. Boshqa, ya'ni qo'shimcha qilib aytganda, hukumat pulni sarflashi kerak. Juda ko'p muhim narsalarda, jumladan sog'liqni saqlash buyumlarida va gaz sistemalarida, keyin saqlasa, ya'ni yesa bo'ladigan ovqatlarni saqlash zaxiralarida, koinotni o'rganishga qaraganda. Biroq men haligacha afzal deb bilaman. Bu afzal deb bilaman. Koinotni o'rganish juda foydali ta'lim uchun va hayot tarzi uchun. Agar bu yerda if there were no benefits of space exploration, Elon Musk would not invest it. Demak, men buni ham o'zlaringiz uchun shuni bilib olsalaringiz, demak, bu writingda ishlatsangiz yorvaration natija beradi. Mana shu. Agar bu yerda narsa bo'lmagan, masalan, tarjima qilib beraman. Agar bu yerda koinot o'rganishning, zabt etishning foydali bo'lmaganda, Elon Musk hech qachon bunga sarmoya kiritmagan bo'lar edi. Demak, conclusion berib qo'yadigan bo'lsak, do'stlar, men hozirgi o'rgatayotgan narsam juda foydali. Ishoning, u hech qayerda topolmaysiz bu. Ya'ni kunduz kuni chiroq yoqib ham topolmaysiz, ishoning. Negaki bular juda boshqa kanallarni topishingiz mumkin. Demak, ularni ham pullik qilib o'rgatadi. Men buni tekinga o'rgatmoqdaman. Ya'ni bu yo'l bilan kimdir, oramizdan kimdir foydaga erishsa. Evidence. Oramizdan kimdir foydaga erishsa, bu juda foydali bo'lar edi men uchun ham. Sabab, chunki bizning payg'ambarimiz aytib ketganki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganki, agar siz orqali kimdir biron bir ilmni qo'lga olsa, ya'ni o'rgana olsa, buning savobi ulkan bo'ladi degan. Va mana shuning uchun men harakat qilmoqdaman. Mana shu arzon, lekin o'zbeklarda bir maqol bor, eng yomon ko'rgan maqolim, lekin ko'p o'zbeklar mana shunga amal qilishadi. Demak, ular aytishadiki, oldingda oqqan suvning qadri yo'q deyishar. Xuddi mana shunga ular qo'shilishadi va hech qaysi amal qilishmaydi. Misol uchun, hozir dars o'rgatib ketayotgan davomida, misol uchun, hozir bizdan
kimdirlar misol uchun gapimni yoki yoqtirmadimi yoki nima bo'ldi, kimdirlar kanalimizdan ham chiqib ketdi уже. Mayli, o'zi biladi. O'zini o'rniga. Demak, boyagi maqolim to'g'ri kelmoqda. Bunga aniq qilish yo'q. Demak, u hech kim sizdan emas. Mening maqsadim shunchaki, misol uchun boshqa bir aniqladigan bo'lsak, ko'pchilik o'ylaydi, bu o'zini unisini o'ylab, foydasini o'ylab bizlarga o'rgatmoqda. Yo'q, do'stlar. Unday emas. Kimdir foyda olsa, men ham o'z bilimim, ya'ni bitta amerikalik faylasufning bir gapi bo'lgan. O'rgatish orqali-da, ya'ni biron narsani kimdirga o'rgatish yordamida biz o'zimiz ham mana shu narsani bemalol o'rganib, takrorlab olamiz degan. Va mana shu narsaga men ko'pdan beri rioya qilib kelaman, lekin o'lsin agar hech kim, "Ke do'stim, birgalikda rivojlanamiz." Bunday deyish yo'q. Axir biz o'zbekmiz, tan olishimiz kerak. Oldingda oqqan suvni qadri yo'q derlar. Demak, pulga kuygan qozoq sovunni ham yebdi, sovunni ham uslab yebdi degan gap bor edi-da, bizning bobolar ko'pincha aytardi. Demak, xuddi mana shundan bo'lmoqda do'stlar. Hammayligi. Hayot derlar. Demak, oxirgi gapimizni ham qaytarib qo'ysak, bu ajoyib bo'ladi. Demak, nimalar olib kelishim batafsil bunda ham yoritib beradigan bo'lsak, do'stlar, u ya'ni ekzaminer sizning yoningizda o'qib ko'rib, "Vah, men bu bolani men yaxshi ko'rib qoldim" deydi. Va sizga hech qachon qizg'anmay o'zining yuqori ballini berib qo'yadi. Bundaylar kam, biroq eplasa bo'ladi. Iloji boricha sizga maslahatim, ekzaminerni ko'proq interes, sizga bo'lgan qiziqishini oshirishga harakat qiling. Do'stlar, mana xulosa qilib aytganda, ikkala muammoning ham o'ziga yarasha, o'ziga yetarli bo'lgan pointlari bor. Bu muammoni yoritib berganimdan keyin bu mana shunday aytila oladiki, koinotning o'rganish juda ajoyib. Yuqoridagini qaytaryapmiz, shunday qilish kerak. Qo'shimcha ma'lumot mana shunday. Ta'lim sistemalarini rivojlantirish uchun yordam beradi. Qanday qilib bunga investitsiya qilish orqali studentlar o'rgana olishadi, kosmosning juda ko'p narsalarini o'rganisha oladi va bu bizga olib keladi, imkoniyat olib keladi. Heat protection and enable food preservationlarni saqlashga imkoniyat olib keladi, do'stlar. Mana shunday olib keladi. Kimdir manfaat oldimi, do'stlar? Bizga shu muhim. Kimdir manfaat oldimi? Kommentariyaga, agar siz manfaat olgan bo'lsangiz, bitta kommentariyaga yozib keting qani. Demak, mana shunday harakat qildik va sizlar bilan darsni ham oxiriga yetib keldik, do'stlar. Rob borasi 1 soat 20 minut davomida sizlar bilan reytingni oshirish haqida, qanday qilib rivojlantirish haqida gaplashib o'tganimiz kabi, mana demak bo'ldi hammasi. Sizlarni keyingi darsimiz ertaga bo'ladigan darsimizdan kutib qolamiz. Ertaga biz reading part 4 bilan part 5 qanday qilib oshirish yo'llarini zabt etib chiqamiz va ishonamanki, ertangi darsimizda siz o'sha part 4 bilan part 5 dan to'liq hammasini topmaydigan bo'lsangiz, men
bu mana shunday o'zgartiraman, ya'ni kanalni o'zgartiraman. Video zapis albatta yozilib borilmoqda. Buni hozir kanalga ulashib qo'yamiz. Do'stlar, manfaat olgan bo'lsangiz bizlar bilan qoling va o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz va yuqorida aytib o'tib ketganimdek do'stlar, men o'zim foydam uchun kanalga demayman, kimdir foyda topish uchun do'stlaringizga ulashib qo'ying. Bu yo'l bilan siz ham savobga, ya'ni erishing. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Yuqorida aytganimdek, payg'ambarimiz aytgan kabi savobga ega bo'ling. Sababi bizning rasulimiz yolg'on gapirmaydi. Omon bo'ling do'stlar. Bugungi darsimiz hozir videorolik, PDF variantlari hammasini tashlab boraman. Buni siz o'z hayotingizda qo'llang. Sizlar bilan bo'ldi Behruz Teacher. Sog' bo'ling, omon bo'ling.